Usmonxon aka, siz birinchi bo'lib topshiribsiz. Balingiz yuqori chiqqan. Umumiy balni 70% olgansiz. O'zi 100% olishingiz kerak bo'lgan baldan 70% olgansiz. Stressga bardoshli daraja 70% ekan, taxminan. Xo'p, endi ko'ramiz. Xo'p, qolganlarni ham ko'ramiz. Endi birinchi bunaqaga to'xtalaylik. Birinchi savolda mijozdan salbiy javob eshitsam, ruhiy tushkunlikka tushaman degan savol edi. Ha? Bunda hamma javob bergan. Ruhiy tushkunlikka tushdi. Kim hal qilgan? Hozir ko'ramiz. Kim mas'ul? Hal qilganlar bor. Yo'q ekan. Bunaqangi javobda ruhiy tushkunlikka tushganlar. Xo'p, endi mabodo kimdir ruhiy tushkunlikka tushayotgan bo'lsa, misol uchun mijoz bosim o'tkazadi har doim sotuvchiga, narxni tushirish uchun bosim o'tkazishi mumkin, yoki ko'ndirish uchun bosim o'tkazishi mumkin, yoki haligi rahmini keltirish uchun har xil usullar qo'llaydi baribir. Bu sotuvchi usul qo'llaganda mijozni xarid qilishiga xaridor ham nima qiladi? Usul qo'llaydi baribir. Buni ham o'ziga yarasha nimasi bor, strategiyasi bor. Haqiqatan balki professional xaridordir. Hali narxni tushirib tashlaydigan, kelishib ketadigan, qovun qiladiganlardandir balki-da. Dehqonni tepasiga borib olib ketadiganlardandir. Fonni hamma mahsulot. Bu tushunga ham nima bor? Bosim bor xaridor tomonidan. Endi sotuvchi bu yerda qanday harakat qilish kerak? Agar unga bosim bo'layotgan, asab buzilayotgan bo'lsa, hech qachon bu mijoz qaror qilib turgan qaror bu shaxsiy emas. Ya'ni shaxsiy deb bilmas kerak. Men shaxsimga aytayapti demaslik kerak. Bu mahsulotga nima qilyapti xolos, qaratyapti xolos e'tiborni. Ya'ni sizga aytgani yo'q. Prosta mahsulotga erishish uchun nima qilyapti? Sizni asabingizga yoki sizga nima o'tkazishi mumkin, ta'sir o'tkazishi mumkin. Demak, buni shaxsiy deb olmasdan, bu mahsulotga qilyapti bu azabini. Mendan olmoqchi. Shu. Buni e'tibori faqatgina sizga emas, mahsulotga. Demak, shaxsiylashtirmaslik kerak uni qarorini. Hech qachon shaxsiy deb olmasligingiz kerak. Va unga strategik yondashishingiz kerak. Ya'ni strategik yondash degani u nima maqsadda menga bu ishni qilyapti degan narsa. Ya'ni xarid meni ko'ndirish uchun qilyapti. Bo'ldi shu. Demak, sizga hurmatsizlik qilgani yo'q. U mahsulotga hurmatsizlik qilib turgandir balki. Xuddi shunday. Xo'p, ikkinchi savolda stress ostida ham professional ohangda gapira olasizmi? Gapira olaman degan ma'nodagi savol. Ya'ni har xil asabiy holatda siz ohangingiz har doim professional chiqishi kerak. Buzilmagan holatda chiqishi kerak. Xo'p. Endi buning uchun nima qilish kerak? Asabingiz buzilyaptimi yoki asab buzish harakat bo'lyaptimi yoki umuman ishda charchoq toliqqanmisiz 10 soniya sukut saqlab turishingiz kerak. To o'zingizni holatingizni tushib olguncha. Bitta asab keldimi, o'zingiz sirazi nazorat qilib turib, to'xta, asab buzilyapti deyishni 10 soniya jim holatda turishingiz kerak yoki o'tirib olishingiz kerakdir. Nimadir qilishingiz kerak baribir. 10 soniya chuqur nafas olib deb o'zingizga kelib, keyin yana sotuvni davom ettirish kerak ekan. Demak, asab boshlandimi, xaridor tomonidan sizga qanaqadir bosim bo'lyapti. Bo'ldi 10 sekund nima qilish kerak? Chuqur nafas olib, o'pkani to'ldirib, keyin yana o'zingizga kelib davom ettirishingiz kerak. Demak, 10 soniya. 10 soniya chuqur nafas olinadi. Va pauza qilinadi. Gapirishdan to'xtaysiz. Nima gapirmoqchi bo'lsangiz, 10 sekund gapirmasdan turasiz. U ham o'ziga kelib olish kerak. Siz ham o'zingiz kelib olishingiz kerak. Agar shu 10 sekund ushlamasdan yana ketib qolsa, u taqillab ketib qolishi mumkin. Demak 10 sekund. Stressda professional ohang chiqarish uchun 10 sekund chuqur nafas olish shart ekan. Ohang buzmaslik uchun. Xo'p, uchinchi savolda qiyin mijozlarga duch kelganimda sabr toqatim yetmaydi. Sabr qila olmay qolaman. O'tali injiq, har xil toifadagi mijozga endi. Buning uchun nima qilaman deganda uni tushunishga harakat qilish kerak. Injiqmi? Bo'ldi, men sizni tushunaman. Men sizni tarafdorman. To'g'ri, gapingiz to'g'ri. Ya'ni uni har doim nima qilishingiz kerak? Ma'qullashingiz kerak. Har doim mijozni dushman emas, muammo bilan kelgan odam deb bilish kerak. Muammo bilan keldi u. Ya'ni uydagi muammodir balki yoki hozir shu qurilishda. Bu qanaqadir muammodir. Umuman muammosi bilan kelgan u. Demak, u muammo sizga shaxsiy qaratilmayapti. Prosta o'zining muammosi.
Xo'p, demak bu yerda dushman deb emas, unga dalda berish kerak ekan, agar anjom bo'layotgan bo'lsa. Kun davomida ruhiy muvozanatni saqlayman degan savolini. Xo'p, ko'zlaringizni yumib, chuqur nafas olish, fikrlarni tinchlantirish uchun qoidalar yoki shuna mashqlarni qilib turish kerak ekan mabodo. Misol uchun sotuvda o'ta ketma-ket stress bo'lib ketyapti, to'xta, mancha dam olaylik deb turib, uzoq-uzoqlarga qarab, fikrlarni chalg'itib, ozgina o'zingizga kelib, keyin yana kirishingiz kerak. Agar stressga siz sotuvga kiraversangiz, 5-chi, 6-chisi muvaffaqiyatsiz bo'lishi aniq. O'shaning uchun o'rta-o'rtada pauza berish kerak ekan sotuvchilarga. 2-3 tadan keyin yana bitta pauza, yana 3-4 tadan keyin bitta pauza. Pauza olish qilishadi. Yo, men eplolaman, men ko'p bermayman deyish bu xato ekan. Chunki sizning kayfiyatingiz albatta xaridorga ta'sir o'tkazadi. Qaysidir joyda siz fikringizni dam oldirib, o'zingizga qulay. Endi qanday bo'ladi? Har kuni tez qaror qabul qilish uchun 3 ta ssenariyda ishlab chiqishingiz kerak. Qanaqa bo'ladi u ssenariy desangiz, misol uchun har kuni sizga xaridorlar keladi va xaridorlarning aytgan gaplaridan siz qaror qabul qilishingiz kerak. Qaysidir ma'noda, qaysidir vaziyatlarda. O'sha ssenariylarda har kuni siz ishlashingiz kerak. Mana unaqa desa men bunaqangi qaror qabul qilaman, bunaqangi desa bunaqangi qaror qabul qilaman. Ya'ni o'sha qarorlarning ssenariysi albatta sizda bo'lishi kerak ekan. Har kuni o'sha ssenariy bo'yicha ishlashingiz kerak. Tez qaror qabul qilish uchun albatta ssenariy bo'lishi kerak. O'zidan o'zi tez qaror qabul qilishingiz bu o'ta daraja professionallikdir, lekin noprofessionallik holatda ssenariy bo'lishi kerak. Ya'ni qimmat desa qanaqangi qimmat degan ssenariyda nima javob ishlataman? Men ketdim desa qanaqa javob ishlataman? Ya'ni u joyda arzon ekan degan ssenariy bo'lsa qanaqa javob ishlataman degan narsa har doim sizda ssenariy bo'lishi shart. Har kuni ssenariy bilan nima qilishingiz kerak ekan? Ishlab turishingiz kerak ekan. Neожиданно kelib qolganda, ya'ni kutilmagan holatda kelib qolganda siz noto'g'ri qaror qabul qilib qo'yishingiz mumkin. Shuning uchun oldindan siz ssenariyni yaratib yuring xodim uchun. Xaridor uchun. Xaridor qanday ssenariy bilan kelsa, men qanday qaror qabul qilaman. Xo'p. Tanqid yoki rad etish meni shaxsiy jihatdan ranjitadi degan savol ham bor edi. Tanqidni o'zingizga emas, taklifga qaratilgan deb qabul qiling. Ya'ni tanqid sizga aytilmayapti. U mahsulotga aytilyapti, biznesga aytilyapti u tanqid. Bu siz shaxsiyatingizga umuman ta'sir qilmasligi kerak. Xaridorning har qanday gapi umuman qiziq emas siz uchun buni gapi. Xo'p, u professional yuksalish uchun foydali ma'lumot deb biling. Demak, sizni tanqid qilyaptimi? Demak, siz o'sishingiz uchun eng kerakli resursni gapiryapti ekan. O'sishingiz uchun yaxshi maslahat beryapti. Lekin uni salbiy ko'rinishda aytyapti xolos. Lekin uni chiroyli ko'rinishda aytganda bir chekka o'tib turib, men sizni mana shu kamchiligingizni ko'rdim. Mana shu narsani to'g'rilasangiz desa, u unaqa bo'ladi, tavsiya bo'ladi. Lekin mijoz unaqa qilmaydi. Tanqid qiladi, tanqidda demak siz uchun tavsiya. Tavsiya deb qarash kerak. Xo'p, demak tanqidda har doim tavsiya va professional o'sish uchun zo'r imkoniyat. Demak, hamma narsani ijobiy tomonga nima qila olish kerak ekan, o'gira olish kerak. Xo'p, 7-da ishdagi stressni ishdan tashqariga olib chiqmayman. Bu holatda kim qanaqangi belgilagan o'zi yaxshi biladi, javobini o'zlaringiz sintez qilib olasizlar. Xo'p, ishdan chiqish bilan 1 soat ish haqida o'ylamaslik o'z ustingizga majburiyat qiling. Ishdan chiqdingizmi, umuman ish haqida o'ylamaslik kerak ekan. Nimaga? O'sha ishdagi muammolar o'chib qolishi uchun. Ish haqida o'ylamay turishingiz kerak ekan. O'zingiz holatingizga kelib olmagungacha, kayfiyatingizni topib olmaguningizgacha. Unutish kerak ekan, chunki unutishingiz bu ishdagi stressingizni bo'shatib yuborar ekan. Ishdan chiqib ketdingizmi, uyga borguningizgacha unutib olishingiz kerak ekan. Uyingizda yana kayfiyatda davom etishingizni va ertangi kuni yana yaxshi kayfiyatda kelishingiz uchun. Demak, ishdagi narsani unutish kerak. 1 soat ichida. 1 soat ichida. Ko'p vaqtdan bermaslik kerak ekan. Iloji boricha uzoq 1 soatda unutib olish kerak ekan. Stressli holatlar esdan chiqarish kerak. Bu degani kechirish kerak deganida. Esdan chiqarish bu kechirishmi? Odam qachon kechirsa keyin esdan chiqadi-da, kechirmasa esdan chiqmaydi. Xaridordan kechirishingiz kerak. Sherigingizni ham, atrofingizdagi do'stlaringizni ham, jamoani kechirish kerak.
Xo'p, har kuni o'z energiyamni nazorat qilishga harakat qilaman degan mazmundagi savol bordi. Xo'p. Endi o'z energiyangizni nazorat qilish albatta jismoniy mashq bilan bo'ladi. Suyuqlik ko'p ichish, yengil shirinliklar va energiyani doimo yangilab turuvchi mashqlar. Agar shirinlik bo'lsa, oldingizda mana oldimda konfet turadi. Avval jahlim chiqsa, yesam, sal o'zgarish mumkin. Texnik holatda. Bu ruhiy holatda qiyinda o'zgartirish, lekin texnik holatda ham o'zgartirish mumkin. To'g'rimi? Shirinlik bilan yoki suv bilan yoki jismoniy mashq bilan o'zingizni nima qilishingiz kerak? Energiyangizni yana yig'ib olishingiz kerak ekan. Bilasiz, ko'p katta kompaniyalarda haligi stol tennislar qo'yib qo'ygan, har xil sport bunaqalar qo'yib qo'ygan. Nimaga? Miyasi yechilishi uchun, ya'ni energiyani yig'ib olish uchun. Xuddi shunaqa. Xo'p, ishdagi muvaffaqiyatsizliklarni uzoq vaqt yodda saqlayman degan savol ham bor edi. Xo'p. Endi muvaffaqiyatsizlik bilan qanday ishlash kerak? Ya'ni siz sotuvda muvaffaqiyatsizlikka uchradingiz. Yoki kimdan tanqid eshitdingiz? Jamoangizdan, xaridordan, rahbardan, sherigingizdan yoki kimdan, ko'chadan, hokazo. Siz uchun muvaffaqiyatsizlik. Lekin buni nimaga o'rganish kerak ekan? Men o'sha yerda nimani o'rgandim degan narsani o'rganishingiz kerak. Ya'ni muvaffaqiyatsizlikda men nimani oldim, nimani o'rgandim. Har bir xatoni foydali saboqqa aylantirish kerak. Ya'ni sizga nisbatan tanqidni yoki sizga nisbatan e'tirozni saboqqa aylantirish kerak. Men nima oldim? Mana shu saboq oldimmi? Shu holatdan dars oldimmi? Shunga aylantirsangiz, menimcha muvaffaqiyatsizlik sizni nima qiladi? Muvaffaqiyatga qarab yo'l ochadi, tajribangizni oshiradi, bilimingizni oshiradi. Xo'p, keyingi savolda og'ir vaziyatlarda ham mijoz oldida tabassumda qolaman degan savol ekan. Xo'p, endi tabassumda qolish bu juda qiyin, balki. Xo'p, buni qanaqa qilish kerak desa, buni bitta yo'li bor ekan. Sizni kayfiyatingizni buzuvchi so'zlarni mashq qilishingiz kerak-da. Mijozni oldida har doim kulib turishingiz uchun yoki mijoz sizni asabingizni buzganda yoki sizni haqorat qilganda kulib turishingiz uchun o'sha haqorat qiladigan so'zlarni yoki o'sha holatlarni siz oldindan oynakka qarab turib, o'zingizni haqoratlab yoki shunaqangi holatlar o'ylab turib, jilmay olish xususiyat paydo qilishingiz kerak. Oynaga qarab. Kimdir sizni haqoratlayapti, siz kulyapsiz oynaga qarab. Shuni mashq qilishingiz kerak ekanda. O'sha momentda bilmay qolasiz-da. Ya'ni odam reaksiya paydo bo'lishi uchun o'sha narsani birinchi boshdan o'tkazish kerak-ku, to'g'rimi? Kinolarda ko'rasizlar-ku, urushadi. Qancha marta dublda olganda keyin o'xshaydi. Yoki urushda o'xshaydi. Birdaniga o'xshamaydi-ku. Birdaniga jekechan bo'lanmaysiz yoki siz mashq qilib reaksiya paydo bo'ladi-da. To'g'rimi? O'sha kulib turadigan reaksiyani biz oldindan mashq qilishimiz kerak ekan. Bizni asabimiz buzuvchi ssenariylarni o'zimiz nima qilib tuzib, nima bizni asabimizni buzadi? Qanday so'zlar, qanday holatlar? Eng nozik joyingiz bo'lishingiz mumkin, misol siz. Agar meni bunaqamdan gapirsa ham o'ldirib qo'yaman deydigan gaplaringiz bo'lishi mumkin. O'shani siz nima qilasiz? O'zingizga o'zingiz gapirasiz yoki hayotingizni o'tkazasiz, kulasiz oynaga qarab. Bu sizni reaksiyangizni oshiradi. Va o'sha holatda siz har doim tura olishingizni nima qiladi? Ta'minlaydi. Ya'ni nozik joyingizni bekitish kerak. Nozik joyni bekitish kerak. Misol uchun meni semiz desa urib qo'yaman deysiz-ku. Xuddi shuna. Yoki meni pakana desa narsa qilib qo'yaman. Yoki meni to'rt ko'z desa, meni Garri Potter desa men narsa qilib qo'yaman deydiganlar bor-da, misol uchun. Yo'q, shu narsani o'zingiz hayolingizga o'tkazasiz-da, kulasiz o'yinga qarab. Demak, sizni hech kim nima qila olmaydi. Shunaqada, ya'ni siz hayolingizdan o'tkazib, o'sha narsaga o'zingizni ko'nikim hosil qilib, har doim kulib turuvchi nima deydi, yuzni yaratishingiz kerak o'zingizdan. Sizni ming yerga botirgan taqdirda ham kulib turishingiz kerak. Xo'p, menimcha tushunarli bo'ldi bu mashq. Hamma shu mashq qilish kerak. Ertalab turibmi, kechqurun uxlashdan oldin. Eng yomon anaqangizni toping. Nima qilsa menda o'ta vahshiyona bo'lib ketaman.
deydi, keyin o'shani o'zingizni xayolingizga o'tkazib kuling. O'shanda mabodo xaridor o'sha siz nozik joyingizni eslab qolsa yoki o'sha nozik joyingizni aytib qolsa, siz o'zi nima qilmaysiz? Yiqilmaysiz-da. Yo'q, hech qachon. Как раз kechagi o'ylagan narsam bo'lyapti deysiz-da. Kulib turaverasiz. U o'zi mag'lub bo'ladi. Chunki u sizni mana shu narsaga tushirib, sizni qaroringizni o'zgartirmoqchi edi. Xo'p. Qayta rad javobini eshitsam, motivatsiyam tushib ketadi. Sotuvda, sotalmayapman, o'qimayapman. Xo'p, endi bu yerda nima bo'ladi? Har bitta 5 ta rad javobidan keyin o'zingizni mukofotlang. Qani, mijoz sizdan olmayapti yoki sizni rad qilyapti, nima qilsiz rad qilyapti? O kayfiyatingiz tushmasin. Naborat ularni rad qilganini siz nishonlang. Yo'q, o'zingiz moddiy nishonlang emas. Ruhiy, o'zingizga o'zingiz shirinliklar berib, o'zingizni maqtab, nima rad qilgani bu nima? Men rad qilganim emas, hozir mahsulotni rad qildi. Uni cho'tka yoqmadi xolos. Yo'ni shpaklovka yoqmadi xolos. Men rad qilgani yo'q. Niyada? Va ijobiy narsa eshitish. Agar mabodo shunda ham tushmasangiz, qanaqadir muzika eshitib olasiz. Xo'p. Ish kunidan keyin to'liq dam olishga muvaffaq bo'laman degan savol ham bor ekan. Ya'ni ish tugagandan keyin siz ishdagi yig'ilgan stressni yoyib yuborishingiz kerak. To'g'rimi? Ertangi kuni yana zo'r kayfiyatga kelishingiz uchun. Xo'p, uning uchun ish tugagach mashg'ulotga, yugurishga, sportga, basseynga, har xil o'zingiz xohlagan joyga. Faqat PlayStationga emas. U uyqu sifati va psixologik tiklanishni kuchaytiradi. Ya'ni sport bilan bog'liq borish kerak ekan, shunaqa mashg'ulotlarga. Yoki uyingizga piyoda ketishingiz kerak, yoki qanaqadir mashg'ulot qilishingiz kerak ekan, o'zingizga yoqadi. Shu miyangizdagi stresslarni bo'shatib yuboradi. Biz studentlik paytimizda juda ertalab 8 da chiqib ketib, kechqurun 3 payt qaytardik, o'qib, xususiy markazlarga borib o'qirdik moliya sohasini. Va imtihon yaqinlashardi. Xitoydan, Qozog'istondan kelib imtihonlarni xalqaro tashkilotida imtihonlaydigan unga qattiq tayyorlanadi, chunki imtihoni qimmat. Agar o'talmasangiz pulingizga kuyasizda. Shunaqangi qattiq tayyorlanardik, shu asablarimiz shunaqangi zo'riqib ketardi. Uni shovqinga o'zi miya endan ketadi-da, chidalmaydi. Hozir shovqin sal pastroq ekan, yo'ldan uzoq bo'lgan. Toshkentda bilasiz, mashina ko'p, vechni shovqin turadi. Shunga ham o'zi miya shuna qaynaydi-da. Biz shu bunaqani yozish uchun, stress yozish uchun basseynga borardik. Sport bilan shug'ullanib. Shu basseynda miya keyin yoyilib ketardi-da, keyin oldingizda bomba portlasa ham hech nima qilmaydi. Ta'sir qilmasdi. Bo'lsam jichi tiq ketsa ham asab buziladi. Hali soat chiq-chiqini вообще o'ldiradi. Nimadan bu? Shu unaqa bosim ko'payib ketganda o'qib imtihonga tayyorlanib, kechqurun bilan tayyorlanib, shunaqa stressga tushib qoladi. Demak, yozadigan narsa ko'proq sport. Sport bilan yoki jismoniy mehnat bilan shug'ullanish. O'zingiz yaxshi ko'ring. Demak, shu narsani bo'shatmagunizgacha o'zi siz ertangi kuni kayfiyat topolmaysiz. Sveji miyadagi hujayralar topolmaysiz. Toliqqan hujayralar bilan kelishingiz mumkin. Xo'p, savdolarda stressni boshqarish usullarini bilaman. Ana endi qanaqa qilib stressni boshqarish mumkin? Xo'p, har hafta o'zingiz uchun yangi stressni boshqarish texnikasini o'ylab topishingiz kerak. Nima qilsam stressdan chiqib keta olaman? Va meditatsiya bor, bilasizlar, meditatsiya bu sal psixologik unaqa muolaja, eshitganmisizlar meditatsiya haqida? Muzikani qo'yib qo'yib, past qo'lni bunday qilib cho'g'ib olib, tizzaga qo'yib olib, sokin eshitasiz-ku, o'zingizga o'zingiz gapirasiz, sen kuchlisan, seni asablaring joyida. Bu shu narsa meditatsiya deydi. Ya'ni ruhiy o'zingizni o'zingiz tiklaysiz. Kimdir sizga maslahat bermaydi, psixologga bormaysiz, sportga bormaysizda, tekin uslubi. O'zingizga o'zingiz nima qilasiz? Ichki xotirjamlik. O'zingizni o'zingiz tarbiyalaysiz. Ruhingiz bilan kelishasiz. Ruhingizni
tarbiyalaysiz. Asablaringizni o'sha ruhingiz bilan nima qilasiz? Nazorat qilasizda, sen yaxshisan, boshini silaysiz. Ha? Xo'p, demak mana shunaqangi. Yo, bunaqa qilsiz nafas stress oshib ketsa kerak. Xo'p. Keyingisi, jamoaviy muhit menga ko'mak beradi. Yengillashtiradi. Ya'ni jamoaviy muhitdagi savol tushgan ekan. Jamoada suhbati har doim shikoyat bilan boshlanmasligi kerak ekan. Hech kim bir-biridan shikoyat qilmasligi kerak ekan. Jamoaviy muhitda, jamoa yig'ildimi, hech kim bir-biridan shikoyat qilmasin. Ya'ni salbiy hatto maqsadda yig'ilmaslik kerak va salbiy maqsadda fikrlashmaslik kerak. Tortishmaslik kerak, debat bo'lmaslik kerak hatto yechim. Nima qilsak, shu muvaffaqiyatsizlikka yoki shu rad javobga yoki shu tanqidga yechim topamiz. Ya'ni ijobiy niyatda nima qilish kerak ekan? Jamoa birlashishi kerak ekan. Bir-biridan shikoyat qilish uchun, bir-birini tanqid qilish uchun yoki bir-birini ustidan kulish uchun, umuman hatto salbiy nima bo'lmasligi kerak, atmosfera bilan boshlanmasligi kerak. Tortishuv bilan boshlangan jamoada oxiri yaxshilik bilan tugamaydi. Ha? Yo'q, yechim bilan yig'ilish kerak ekan. Ya'ni muammo kimda qanaqa muammo bo'ldi, kim qanday mijozlarni bugun ko'rdi. Demak, bu yerda mana jamoaviy muhitda stress yengillashishning usuli, jamoadan yengillashtirishni olish, ya'ni stressni bo'shatishni olish, jamoa bilan fikrlashish. Kimda qanday muammo bo'ldi va qanday yechim beradi kim. Mana shu fikrlash sizni jamoadagi stressingizni yengillaштirish uchun foydalanishingiz ekan. Agar shikoyat bilan kirsangiz jamoaga, nabarot stressingiz oshadi. Lekin taklif bilan kirsangiz, muammoga yechim bilan niyatida jamoa birlashsa, unda sizda stress bo'shaladi. Kimdir sizga taklif beradi, demak bu narsa meni hech qanday asabimni buzaydigan narsa emas ekan degan qarorga kelasiz. Xo'p, va 15-si, oxirgisi, stressli kunlardan keyin o'zimni tiklab olish uchun aniq usullarim bor degan savol. Xo'p, qanaqa bo'ladi? Hozir boshqalardan ham bu savolga javob, maslahat so'raymiz. Chunki bu narsa ichimizdagi tajribali sotuvchilarda bu narsa bo'lishi mumkin. Ya'ni stressli kunlardan qanday chiqib ketish va qanday tiklab olish uchun aniq shablonlar yoki aniq usullar yoki aniq formatlar bor. Xo'p, bu yerda endi men misol tariqasida kino, kitob, do'stlar, tabiat, sayr shunga o'xshagan holatlar. Umumiy gaplar. Lekin hammani o'zini individual nimasi bor? Stressdan chiqib ketuvchi formulasi bor. Agar kimda mana shu formula bo'lsa, ya'ni stressdan qanday chiqib ketaman degan formula bo'lsa, marhamat ulashinglar. Hammamiz bir-birimizga bu jamoaviy taklif bo'lsa, hamma bilib oladi. O'sha narsa balki tushadigan bo'lsa, bir-birimizga, Jahongir aka o'zingiz boshladingiz. Nima deysiz? Stressli holatdan qanday chiqib ketasiz siz? Stressli kunlardan, stressli vaziyatlardan qanday qilib o'zingizni yana tiklab olasiz? Eski holatingizda. Qana bu qalaminga o'xshab tushunib olasiz. Tushunib olasiz. Qolganlar ham o'zlarida bor, prosta yashirinib yotibdi. Uni tilga chiqarilsa bo'ldi. Hammani o'zini naqasi bor, formulasi bor. Chunki agar formula bo'lmaganda biz o'zi stressga tushib, tomimiz ketib qolgan bo'lardi. Endi men o'zimdan kelib chiqib o'tirib gapiraman. Ha, bemalol. O'zimdan kelib chiqib gapiradigan bo'lsam, birinchi bosiq odamman. Bosiqman. Tabiatan bosiqsiz. Tabiatan bosiqman. Eng katta yutug'im shu deb o'ylayman o'zim. Bosiqligim, salbiy jizzaki bo'lmasligi. Keyin stressli holatlarda birinchi bo'lib fikrlayman. Analiz qilaman. Analiz qilib
turib o'shanga yechimini oqtarishga harakat qilaman. Nima stress bo'lyapti? Menda o'sha qabul qilinmayapti. Qabul qilinmasa, analiz qilib turib va yo'llarini oqtarishga o'taman. O'zim bilan o'zim gaplashaman. Birov bilan suhbatlashayman. Tabiatim shunaqa. Dardim aytaman. O'zim bilan o'zim analiz. Yugurib borayotgan siz o'zingiz. Ba'zi birontali stressli holat, problemali holat bo'lsa, birinchi fikrlayman. Hop. Naqadar fikrlab turib, analiz qilib turib, o'shanga qarab turib yechim. Yaxshi. To'g'ri, endi o'zim deyapsiz, yaxshi, lekin o'zingizni ichingizda nimalar bor? Nimalardan paydo bo'lgan mana shu ko'nikmalar? Nimalardan o'qib o'rgangansiz? Bularni ham tavsiya qilib keting demoqchiman-da, yosh sotuvchilarga. Qayerdan paydo bo'lgan? Hamma ham tajribalar sizni o'stirgan. Endi mahazil ketyapti. Haqiqatan shunaqa bunaqasi yo'q. Yonda. Hop, endi stressga bardoshli yana o'zimda o'sha ko'nikmani shakllantiryapsiz. Qachon shakllantirgansiz buni? Yo tug'mami? Yo yaqinda shakllandimi? Yo bu tug'ma lekin. Tug'ma. Eskitdan o'zingiz eskitdan introvert ekansiz. Ha, shunaqa kam gapman. Birov tarsasi u bo'qib tashlasa ham, sirazi ichimga qattiq qabul qilmayman. Qabul qilmaysiz. Qabul qilmayman. Buni o'zingiz shakllantirmagansiz, demak bor. O'zini tug'ma bor. Tug'ma. Hozir urushib ketsak ham sirazi oxirigacha olib bormayman. To'xta deyman sirazi. To'xta deb turadi, masalasini ko'rib chiqaman. Tushunali, jizzaki emasman. O'sha jizzakilik o'zi stressga eng qarshisi mana shu jizzakilik. O'sha yerda bosish kerak o'zini. O'sha aytganingizdek 10 soniya chuqur nafas olish kerak, o'tkazadi. Yaxshi. Yaxshi. Xo'p, yana qo'shimcha qilasiz. Jizzakilikda endi yengish o'sha pauza. Eng zo'ri pauza. O'sha astag'firulloh deb o'zini bosib. Pauza. Pauza. Pauza ekan. Pauza bo'lmasa, hali ketaveradi. U yana bir nimadir deydi. Yana siz bag'da nimadir desiz, o'sha ketaveradi. To'xtash kerak. O'sha siz hali aytdingiz, konkret o'sha zo'r naqa bo'ldi. To'xtash kerak. 10 soniya nafas olib, eshitib turib, keyin sekin o'shanga qarab turib, xulosa qilish kerak, yo'qsa javob berish kerak. Hali jizzakilik qilib ketsa, yutqazadi обязательно. Liboyped, mijoz haq. O'shanga to'xtash kerak. Hop, yana kimda bor? Ismoil aka, mikrofon berib yuborasiz. Mikrofonni qistirib qo'ying, qimillasa shitir-shitir ketadi. Hop, stressni yengish uchun stress holatlaridan qanday chiqib ketasiz? Tajribalaringiz bo'lishsiz aka. Biz bosiq emasmiz, lekin o'sha hayotda bosiq emassiz. Yo'q, bosiq deb hisoblamayman. Men o'zimga olaman hamma narsani. Jiddiy qabul qilaman har bitta gapni. Demak, sizda tajriba ko'proq. O'ylab tabiatan bosiq emassiz, sizda tajriba bor. Qanday tajriba? Shu joydan ketaman-da men. Birinchi masalan, bo'lib turadi do'konda ham masalan bo'lsa, men tashqariga chiqib o'zim yakka bunday jichcha bir 5 minutda o'tib ketadi lekin. Hali lovet nima bo'ladi? Yongan paytda o'zimdan noto'g'ri gapirib qo'ymaslik uchun qochaman, olib qochaman. Qochasiz. Qochaman. Kunlikchi. Kunlik, misol uchun qanday kunlik? 1-2 kunlik stresslar bo'ladi-ku, вообще. Ish ko'p, muammolar, misol uchun unaqa stresslarga men tushga tushilgani, lekin men jiddiy qabul qilmayman. Baribir bu muammo biz o'zgartira olmaymiz-da, masalan, hali. Bitta muammo bo'lsa agar stressli, agar haqiqatda o'shani o'zgartirib bo'lmasa, men tabiiy qabul qilaman, bo'ldi deb buni o'sha o'ylab miyada saqlab yura olmayman-da. O'zimga hali to'plagan sari bu nima yo'q, yechim yo'q. Bu narsasidan sirazi miyadan chiqarib tashlashga harakat qilaman. Boshqa narsaga chalg'iyman-da. U kunlik, yillik o'ziga yarasha muammolar bor, lekin o'shani ko'proq o'ylamaslikka harakat qilaman. O'ylamaslik. Ha, beparvo. Beparvolikka. Beparvolik. Endi nimasi yo'q-da. Shu beparvo bo'lish uchun ham odamda qanaqa qobiliyat bo'lishi kerak? U beparvolikga shunday kelmaydi-ku. Qanday kelgan beparvolik? Shuni ham aytib keting-da. Hamma bo'lsa beparvo bo'lishga harakat qiladi, lekin men beparvo bo'la olmayman. Beparvo bo'lish uchun kulchni berishingiz kerak-da qo'liga. Men beparvoman desangiz,
qani mana bir beparvolik qilib ko'raychi deydi, qilolmaydi hech kim. Masalan, do'konga chiqsak, o'zimizdan ish bilan band bo'lamiz. Bitta ishni qilib turganimizdan keyin o'zi shu ish bilan band bo'lgandan keyin miya o'zi boshqa narsani o'ylamaydi. Endi uyga kirsa oila, u sразу boshqa muhitga aylanadi. Bir yaxshi yana ham hali tinchlanadi oilaning davrasida, hali tinchlik bo'ladi. Men to'palamagan uylansin deysiz. Uylanmaganlar uylansin. Xotirjamlik borda, aka, baribir hali men to'palan qilsa va achchig'iga tegsa bir shapaloq qo'yib yuborsam yoqimli-da. U yaxshi narsa. Shapaloq qo'yish. Qizlar. Ballar. Endi yana bir afshi aynan miyadan chiqib ketmaydigan narsa bo'lib qolsa, men o'zimda. To'g'ri, stressni yengish uchun bu qobiliyatga nimalar bilan chiqqansiz? Birorta kitob o'qiganmisiz yo birorta holat sizga mana shu dars bo'lganmi? Nima qayerdan paydo bo'lgan? Qachon paydo bo'lgan? Yaqindanmi yoki yoshmi? Yaqindan paydo bo'ldi. Yaqindan paydo bo'ldi. Bu 4-5 yilda, endi yaqin 4-5 yil ichida shuni shakllantirdingiz. Oilali bo'lganimizdan keyin to'g'riroq. Oila bo'lgandan keyin. Ancha yana ham bosiqroq qilishadi-da. Hali har bitta narsaga nima qilmasdan o'zimizni bosib olib. Shundan uylanish kerak balki. Davosi uylanish. Davosi uylanish. Yaxshi. Xo'p, rahmat. Aziz aka qanday tajribali inson yetishdi? Marhamat, yana kimda? Yana bir kishi bordi-yu, Husanboymi? Husanboy shatda. Qani Abdulatifxonmi? Ay, turadilar pastda. Xafa bo'lishmadimi? Keyin yana bitta nima bor? Menda odat bor, endi hozir. Shu bitta o'yinim bor-da, men shunday kiraman, hammasi nima bo'ladi? Chiqib ketadi. Bitta o'yin chiqib ketaman, ha. PUBG. Yo, PUBG bas. Shu 10 minutdan 15 minut o'rtasida bo'ladi vaqti. Bitta yozilib chiqib ketaman men. O'sha o'yin. Ha. Uyda ham bo'lsa ham, uyda o'yin bo'lmasa-chi? Endi bilmadim. Men shu bilan nima qilib ketaman, qochaman. Shuni o'yin bilan jazolashsa-chi? Nima boshqa yo'lingiz ham bormi? Boshqa yo'lim endi bilmadim. Har doim bo'lgan. Topasiz. Ha. Topib o'yini. Ha. Chunki sinov o'sha o'yindan keladi-da, qara. Musiqa eshitish. Aha. Nima eshitish? Sayr. Yaxshi. Sayr qilish. Musiqa eshitish. Ha. Hop, sayr qilish siz uchun musiqa eshitish. Ha? 1-2 kunlik stress bo'lsa-chi, uni qanday yengib olasiz? Yo'q, 1-2 kunlik stressga tushmaslikka harakat qilamiz. Qanday qilib? Kelaveradi-ku, sinov kelaveradi. Qocholmaysiz. Uyda katta sinov bo'lmaydi. Oldindan kelishni haliga niyat qilish emas. Prosta shug'ullanish kerak. Hamma naqaga chiqyapti turib, nima deydi, ringga chiqyapti turib, trenotka qilib chiqadi-ku. Yomon niyatda chiqmaydi. Baribir trenotka qilish kerak-ku. Shu hayotda ham baribir trenotka qilish kerak-da. Niyatingiz to'g'ridir, lekin baribir bardoshli bo'lish kerak. Hop, 2-3 kunlik stressda siz qanday turib berish uchun qanday ssenariyingiz bor, qanaqangi usulingiz borki, stressdan chiqib keta olasiz 2-3 kunda. Kitob o'qish. Kitob o'qish. Hop, qanday mavzudagi kitoblar? O'sha stressga aloqador yo'q. Stressga aloqador kitoblar. O'ylab va boy bo'lish. Stressda yo'qotish. O'sha kitoblarni topib qo'ydingizmi? Oldinda yurish kerak deb odam. Kelajakda o'saman degan odam oldinda yurish kerak. Shu kitob deyapsiz-da. Mana shularni o'zi o'rganishni boshlash kerak. Tayyorlanish kerak, trenovka qilish kerak. Baribir tushadi hammani boshiga. Yaxshi niyatda o'qiverasiz. Ha? Shu narsa boshingizga kelmasa ham, lekin sizda nima bor? Trenovka bor. Hop, mana shu yechim bo'ladi. Qachon hayotga kelsa, hayot menga o'rgatadi desangiz, menimcha u hayotda yutqizib qo'yishingiz mumkin, xato qilib qo'yish mumkin. O'tdaligi nozik joyingizda aytganda kulolmay qolishingiz mumkin-da. Kulib turishingiz uchun har doim oldindan ssenariyni mashq qilib olish kerak. Yaxshi, rahmat. Yana kimda tavsiyalar? Janob oilar sizga mikrofon berib olasiz. Mikrofon. Uxlaysiz. Uxlayveraman. Asosan uxlaysiz. Sayr qilaman keyin.
Uxlaymiz, ko'chaga chiqib ko'chalarni aylanamiz, keyin boshqa ballarni ko'rishamiz odamlar bilan ishdan charchash uchun. Ishxona stress. Nima qilasiz? Birinchi uxlaysizmi yo o'rtalaringiz bilan? Yo, misol uchun qahva bo'ladi-yu, charchagan paytim stress ko'p bo'lsa, uxlab boraman-da, uyga borib, ana uxlayman uyga borib. Uxlab olasiz. Uxlayman. Keyin sayr qilaman aslida. Ko'chaga chiqib, ikkita o'rtog'im bilan ko'rishib, kuyovlar o'rtog'im bilan ko'rishib, aylanib ko'chada. Keyin o'tiraman, yeb ichaman aslida. Ishxonaga shunaqa. Asab buzilib qolsa, borib yeyman. Borib yeb ichaman, keyin sabzi ham qoladi. Qorin ochiq qolsa, keyin ko'p stress bo'ladi. Nasam buzilib qolaman. Qorin ochiq paytda stress qo'ymaslik kerak. qorin ochiq qolsa, stress asab buzilib qolaman ko'pincha. Shu endi boshqa narsalar menda o'zi stress bo'lmaydi. Ko'p narsa aytdingiz hozir. Uxlashingiz, chiqillasangiz ovoz eshitiladi. Xafa bo'ladi, dedi, xafa vaziyatda qarab qo'yadi. Uxlashingiz, do'stlaringiz, ovqatingiz, hammasi turish kerak ekanda. Hammasi bo'lishi kerak. Hammasi bo'ladi ham, o'zi bo'ladi hammasi. Kerak narsada hammasi o'zi. Nima chiqishimga o'sha. Yaxshi. Mana shular bo'lmasa-chi? Ovqat topolmasa, uxlashga joy, do'st topolmasa. Endi o'sha paytga sekin. Yaxshi. O'ylab ko'rganmiz hech deyman-da. O'ylab ko'rmaganman. Bir o'ylab ko'ring. O'ylab ko'ring. Chunki hali hammaga nozik joydan keladi-da. Shunaqa. Oldindan baribir nima qilishga shug'ullanish kerak. Hayot turish kerak. Hayot uchun, ko'tara oladigan yukni oldindan ko'tara olishingiz kerak. Ko'tara olaman degan yukni. Xo'p, rahmat. Javobingiz. Yana kimda qanaqa fikr bo'lsa yana qo'shaveradi. Hali bir marta aytdim bo'ldi emas, ha? Usmon aka kelib qolsa g'oya. Hop, Ayfxon aka manda ham o'tib hisob o'ynaganga qo'shilasiz. Ha, qo'shilaman. Shu o'rtalar yosh baxtli bo'lsa, yaxshi ovqatlansam, uxlab turganimda vaqt esdan ketadi. Ko'proq uxlasam, yo'q, uxlab turgandan keyin hamma ko'pmi esdan ketadi. Esidan ketadi. 3 kunlik stress bo'lsa, endi men maslahatim, yaxshilab dam olish kerak. Ha, bir kun o'zi javob olib, dam olib, keyingi ish sifatini Qoldiroq qolib, dam olish kerak. Dam olish kerak mana. Dam olish. 3 kunlik stress bo'lsa, dam olish kerak deyishadi. Xo'p, rahmat. Yana kimda? Marhamat. Sizda nima qanaqa shu qo'ying? Yo, endi bitta qisqacha ayting, men siz stressga kimda siz asabingizni buzdi? Qanaqa chiqib ketasiz? Men kino ko'raman, asosida. Kino ko'raman. Ishqilib stressga battar ujiz qildi. Yo. Ha. Qanaqa kino? Har xil. O'zimga yoqagan birorta kino ko'raman. Kino. Ha, har xil, farqi yo'q. Wow. Shu oldindan bormi? Shu kinolar ro'yxati, ham stressga berilsam, Ya har xilda, men hech qarab naq ko'rmaganman. hali hayot ko'rsatsa ko'ramiz degan plan bo'lmasligi kerak-da. Har doim oldindan rejalashtirilgan bo'lish kerak. Shunda odam tutib qolishi mumkin o'zini. Odam o'ziga o'zi zulm qilib qo'ymasligi uchun o'sha momentda bunday variant bo'lishi kerak. Hop, yaxshi. Ayfon siz sal kamroq gapirdingiz-da. Sizdan ko'p gap chiqish kerak. Aha, faqat stress chiqadi. Do'st bo'lish kerak. Ha, do'st. Chunki menda shunaqada, bitta do'stim bo'lsa, Do'sti qanaqasi sifatini ham ayting-da. endi ichmaydigan, chekmaydigan. Ish qilaylik, bunaqa olib borib, masalan, yaxshi bo'ladi. haligi kinoda aytadi-yu, oppoq devorga loy chachiraylik kelmaydimi deydi-yu. Shunaqa, u bilan maslahatlashiladi, bo'lmasam stressda aytsam, o'shanga yechim topiladi. Do'sti qaysi toifasi? Hamma ham do'st bo'ladi. Mas'ul do'stni ham odam tanlash kerak. Iloji bo'lsa do'st o'zidan katta bo'lishi kerak. Chunki tajriba ko'proq bo'ladi. Odam o'zi tengxo'rdan katta anaqa ololmaydi hamda, masalan. Olishi mumkin, o'ta ilmli bo'lsa, olishi mumkin. Akalar. Ayni, kattaroq insonni do'st sanab, o'shalardan olish kerak. Odam o'zidan tengxo'r yoki o'zidan kichkinadan buni holatni maslahat olishi o'zini darajasida maslahat bo'ladi, xolos-da. Katta zo'r.
bo'lishi mumkin, to'g'ri. Endi yo kattaligi emas, saviyasi ham. Saviyasi ham, yosh bola ham to'g'ri saviyasi ta'sir bo'lishi mumkin-da, maktablar do'st deyaptilar, 2004da jala astirishib bo'lmaydi-da. Yoshlar bola yoshga ham. To'g'ri. 15 yoshlar stres qana bo'lishi mumkin. Tushishi mumkin stres. Sabab bo'lishi kerak 15 yoshda. Yo, to'xtang endi. Hamma uchun stressni og'riq bir xil. Misol uchun, to'g'ri, siz 14 yoshda qana stress bo'lishi mumkin deysiz, lekin og'riq bir xil bo'ladi. 20 yoshda ham, 30 yoshda ham, 40 yoshda ham va og'riq bir xil bo'ladi. 15 yosh uchun ham o'sha stressli holat uning uchun shuni og'irda, og'riydi ba'zi. 40 yoshda ham to'g'ri, mavzu boshqa bo'lishi mumkin, lekin bu og'riq bir xil bo'ladi-da. To'g'ri, saviya past bo'lishi mumkin, stress saviyasi ham. Lekin baribir bir xil og'riq beradi. Shunisi ham bor. Yana o'zim shaxsiy fikrim bir xil o'ylayman lekin. Lekin og'riq bir xil. Misol kimlarning muammosini eshitsangiz, shuni ham muammoni ko'tarib yursangiz, lekin og'rib turgan narsa sizga bilan bir xilda. Sen mashinami o'ynayapti degan ishlamayapti deb siqiladi. Siz вообще boshqa katastrofa narsaga siqilasiz. Lekin og'riq bir xil. Sizda ham o'sha og'riq, bunda ham o'sha og'riq. To'g'ri, mavzu boshqa bo'ladi, lekin og'riq bir xil bo'ladi ba'zi. Ta'sir bir xil deb o'ylaysiz-da, bir xil. Ba'zi bir xil bo'ladi og'riq. To'g'ri, jicha farq qilishi mumkin, lekin ba'zi og'riqlar bir xil bo'ladi. Sinov ba'zi hammaga bir xil og'riq beradi-da. Mavzu boshqa bo'lishi mumkin. Na. O'ylab ko'rsa, hal qilsa bo'ladigan mavzular bo'lsa, temas hal qilsa bo'ladigan bo'lsa, masalan, o'rdivornida hal qilsa bo'ladi. Unga asabiylashadigan odamlarda asabiylashgani chiqsa, o'zini asabiylashib ketaman. Masalan, men tabiatimga yoqmaydi. Arzimagan melish problema qiladigan odamlar, u hal qilsa bo'ladigan narsalarni qilsa bo'lmaydigan mavzular ham bor. Yaxshi. Xo'p, yana kimda qo'shimcha bormi? Jahongir bormi? Xo'p. Yana bitta katta anaqasi, har bitta odamni baribir o'zidan katta, ustoz deb bilgan odami bo'ladi. Kimdirgadir va havas qilishi mumkin yoki kimdirdandir o'rnak oladigan odam bo'lishi mumkin. Ma'naviy quvvat oladigan, kimdir otasidan, kimdir akasidan ustoz deb bilgan insoni bo'lsa, o'shan bilan maslahatlashib, ishchali yengil tortib, ancha yechim qilishi mumkin. Ustoz bo'lgani yaxshi, ustoz deb bilgani yaxshi, o'shan bilan maslahatlashib ko'p narsa o'rgansa bo'ladi. Haligi universal javob berdingiz. Hozir hammani tavsiyalari individualda. Misol kino ko'rish kimgadir tushmaydi. Kino ko'rish, do'stlar bilan gaplashish kimgadir tushmasligi mumkin-da. Yoki o'zingiz bilan o'zingiz gaplashishingiz kimgadir tushmaydi-da. Lekin ustoz menimcha hammaga tushadi. Iloji bo'lsa, shu tavsiya berib turganda universal tavsiya bo'lsa, hamma foydalana oladi-da. Imkoniyat bor. Topsa bo'ladigan narsa. Yoki hamma qo'llasa bor. Misol men kino ko'ra olmayman, musiqa eshita olmayman. O'zim bilan o'zim gaplashishim qiyindir balki. Lekin ustoz bilan gaplashish hamma uchun oson. Yoki kimlardir shu ustoz deb bilgan insondan olish. Ustoz deb bilgan inson baribir ustoz deb bildimi o'zi uchun idealroq odamni ko'rgan odamni ustoz deb biladi baribir. O'zida kelajakda hali mana shu odamda nimadirlari yoqishi yoki xarakteri yoqishi, yechim berishi yoqishi jalb qilaveradi-da. O'sha odamni keyin o'sha ustoz deb biladi. Ko'p narsa olgandan keyin mana misol sizda mana hozir ustoz deb bilsak, ko'p narsa foydasi tegyap turganligi uchun biz dardimizni aytsak yo muammomizni aytsak, sizda ko'proq yechim bo'ladi 90%. O'shani hisobiga siz bilan gaplashib ancha ham motivatsiya olish mumkin, ham yechim olish mumkin, ham o'sha miyani bo'shatish mumkin. O'sha baribir ustoz deb bilganda tasavvuridagi odamda baribir his qiladi. Chunki bilgandan keyin o'sha narsani his qilgandan keyin ustoz deb biladi-da. Hali o'zidan o'zi bu ustoz ekan deb hamma yondashib keta olmaydi-ku. Ustozlar qaysi muammosiga yechim oladi?
keyingisi yechim oladi. Yechim olgan sari shu yaqinlashib boraveradi. Balkim otasi bo'lishi mumkin. Otasi hayotida ideal odam bo'lsa, bemalol dadasi bilan hali ustozlik ko'rib, otalik ko'rib, maslahatlashib, gaplashib, yechimlarini qilsa bo'ladi. Zo'r. Yana yoshlarga ayting, kimlar ustoz bo'lolmasligi mumkinligini aytib qo'ying, siz yoshingiz katta. Kimlar ustoz? Kimlar ustoz bo'la olmaydi? Kimlar ustoz bo'la olmaydi? Siz ustoz tanlashni tavsiya qilyapsiz. Ustozlikni talab qilyapsiz, lekin o'shani ehtiyotini ham qilish uchun aytib qo'yishingiz kerak. Mana toifadagilarni ustoz qilmanglar, chunki men mana joyda pand yeganman deyishingiz mumkin. Yoki umuman kimdadir bo'lsa men ham bersin. Qaysi toifadagi insonlar ustoz bo'la olmaydi? Birinchisi ayol kishi. Yaxshi bilib olinglar. Bo'lsam bo'lmaydi. Bo'lsam bo'lmaydi, ustoz ham bo'la olmaydi, maslahatchi ham bo'la olmaydi. Bo'ldi. Ayol ustoz sifatida hop, endi birinchi bo'lib analiz qilinadi. Vaqt kerak unga ham. Srazali bir marta gaplashib, "Bu siz meni ustozimsiz, bu sizdan ko'p narsa olaman" degan narsa noto'g'ri. Analiz qilib, ko'rib chiqib, keyin yana bitta maslahat, endi o'zi odamda hislati bo'ladi. Shu hayotiy anaqadan kelib chiqib turib, ba'zi bir insonlarda hali o'zida yo'q narsani tashqariga chiqarib ko'p gapiradi. O'zida yo'q narsani. Bordek ko'rsatib, shunaqangi toifasi ham ko'pda odamda hali e'tiqodda yoki bilimda yoki nimada hali maqtanchoqlik qilish faoliyatida. O'zida yo'q narsani ko'proq olib chiqib, ko'p gapirib, anaqa qilgan odamdan baribir hali uzoqroq bo'la olish kerak. Analiz qilib ko'rganda bilish kerak. Amal bilan til boshqa. Til boshqa to'ppa-to'g'ri. Amallarga qarab shunaqa o'rganib chiqish kerak. Munofiqlik alomatlari ko'rinib turadigan odamdan ustoz kerak. Ustozni ham to'g'ri tanlash kerak-da, mana bir eng katta narsa. To'g'ri. Rahmat. Xo'p, yana kim bormi qo'shimchalar? Davom etsak bo'ladimi? Hop, endi javoblarga kelsak. Hop, eng yuqori baldan undan keyingisi hop, Abdulatif shartdamilar? Chiqishmadimi Abdulatif? Aha. Bo'lamiz 15 hop, 46% stressga bardoshlik darajalari 46% chiqqan. Abdulatifga. Ha, 50-50 bo'lyapti stress holatlari. 10 ni bo'lamiz, 15 ni ketiramiz. Sizga 67 chiqdi. 67% stressga bardoshlik darajangiz 67%. Ha, nega 3 dan 2, 3 dan 1 kamchiligingiz bor. Qandaydir. Qaysi savollarda deydigan bo'lsak, agar mana bu yerda ish kunidan keyin to'liq dam olishga degan bunaqa bor ekan, savol bor ekan. O'shanda siz kamdan kam dam olaman debsiz. Ha. Ya'ni mana shu sizni balingizga tushirib yuborgan. Ya'ni stressga tushish holatingizni paydo qilish uchun omil bor ekan. Sport bilan shug'ullanishingiz kerak ekan. Komboyingizni shu aytib berardimi endi? Yaxshi. Endi o'sha ishlarning o'rtasida qanaqadir mashg'ulot paydo qilishingiz kerak. Mayli kichkina bo'lsa ham. Uxlab olishmi yoki o'zi sevgan bir ichimlikni ichishmi yoki nimadir yeb olishmi yoki umuman sizni xursand qiladigan narsani nimadan dam olasiz, o'sha narsani yaratib sharoit qilib olish kerak ekan. Topish kerak-da baribir. Topish kerak. To'g'ri, uniki ishingiz ko'p, lekin topish kerak. Bor yechim. Xo'p, shu sizni balingizni tushiribdi. Xo'p, yana qolgan joy ijobiy. Uzoq vaqt turar ekan ishda muvaffaqiyatsizliklar sizda. Shuni belgilaysiz. Ya'ni uzoq vaqt emas, ba'zida chiqib ketmas ekan. To'liq chiqarib olib. Ha. Shuni unutishingiz qiyin. Demak, chiqarib olish uchun
kechirishingiz kerak deb kimdan o'tsa ham ayb kechirish kerak. Shu kechirsangiz chiqib ketadi. Kechirish kerak. Kechirimlidir balki. Hop, tanqid ba'zi ta'sir qiladi debsiz aka. Ba'zida ta'sir qiladi debsiz. Tanqidni bunaqa aylantirish kerak-da. Nima deydi? Menga tavsiya beryapti u. Meni o'ylayapti. Misol onangiz tanqid qilsa yoqadi-ku. Yomon eshitmaydi-ku. Xuddi shunday-da. Menga otamdek gapirgan gaplaringiz eshitilyapti qulog'imga. Tanqid odamni o'stiradi. Eng yaxshi narsa. Ya'ni rivojlantiruvchi omil deb o'rganib olish, lug'atni o'rgatib olish kerak ekan. Xo'p. Bo'ldi, qolganlari yaxshi. Xo'p. Keyingi Abdulatif endi yo'qlar, u kishi bilan endi suhbat keyinga qoldiriladi. Xo'p. Eng past ball olgan Husanxon ekanlar. Alla. Sizmi? Juda past olibsiz. Ball stressga bardoshlik darajangiz o'rtacha ekan. O'rtacha degani bu foiz ancha past deganida. Hamma narsa ba'zan deb ishlatgansiz. Haligi shunda ba'zan ko'p ekan. Yo 0 emas, yo 10 emas-da javob. 2 3 o'rtacha. Mo'tadil qisqasi. Yo bunday qilinmagan, yechilmagan, yo muammo emas siz uchun. Mo'tadil. Yo ba'li qilish kerak. Yo yechim berish kerak yoki uni umuman unaqaydan chiqarib olishingiz kerak. Xo'p, siz ham kamdan kam dam olar ekansiz. Motivatsiya tushib ketar ekan, rad javobini eshitsangiz. Shaxsiy qabul qilar ekansiz. Kimdir sizga olmayman deb javrab ketsa, ruhiyatingiz tushib ketar ekan. Olmasangiz yo'q, chiqib o'ylamaslik kerak. Chunki ikkinchi savdoga ta'sir qiladi-da. Bu olmadi degani bo'ldi, tugadi degani emas. Uni ikkinchi savdo bilan yopishingiz, chiqarib olishingiz kerak-da. To'g'ri, bunisi o'xshamadi, lekin bunisi o'xshashi kerak. Shuning uchun motivatsiyani saqlab qoladigan instrumentlar ishlash kerak. Men boshida har bir savol to'xtalib chiqdim. O'shandan topib olasiz yechim. Hop. Yana pastroq. Ishda muvaffaqiyatsiz uzoq vaqt yurar ekan. Bu ham bitta kamchiligingiz ekan. Va tez qaror qabul qilishingiz, hamma narsa o'rtacha bergansiz. O'rtachalar ko'p ekan sizda. O'sha o'rtachalar bilan ishlashingiz kerak ekan. Prinsipni kuchaytirish kerak. Prinsip hali o'zini hodida ketyapti-da. O'shani o'zim bilan o'zim ishlayman. oldingizda taqqoslash yo'q edi. Buni o'ylashing kerak, buni qilsang bo'ladi deganisi bo'lmagan. Borgan ishga o'zim ishlayapman. Shu narsa bo'lgan. Mana endi ko'rinyapti. Yaxshi. Yaxshi. Mana shuni bilyapsiz, shu ham katta yutuq siz uchun. Xo'p, 40% olibsiz, O'tkirбек. Ya'ni stressga bardoshlik darajasi 40%, ya'ni yarimdan ham past. O'rtacha sizniki ham. O'rtachadan yaxshiroq desak ham bo'ladi. 40%. Xo'p, eng past olgan mavzularingiz. Hop. Tez gapirishni qilaman. Xo'p, o'zingiz belgiladingiz, hali o'zingiz samosiyasini qaroringiz bilan, menda o'shani belgilaganingizga yo'q. Xo'p. Bosim ostida tez qaror qabul qila olaman deganga o'rtacha debsiz. Ya'ni qaror qabul qilishda tez qaror qabul qilishingizni bunaqasi o'rtacharoq ekan. Va muvozanatni saqlay olish
o'qishda tez muvozanatingiz buzilib turar ekan. Ya'ni qanday muvozanat? Ruhiy muvozanat. Har doim ruhiy muvozanat tez bir me'yor turmas ekan, o'zgarib. Hop, bir xil muvozanatda turish uchun qanaqadir energiya manbaini topib olishingiz kerak-da. Shu musiqalarni tahlab olishingiz kerak telefonga. Ruhiy dalda. Yaxshilash uchun kitob. To'g'ri. Odamni eng kuchli quvvat beradigan narsa ilmda baribir. Ilm, aql. Odam baribir aqldan nima qoladi? Energiya oladi, quvvat oladi. Xo'p. Yaxshi. Yana kimniki? Siz ham belgiladingizmi? Siz aytdimmi? Aytmadimmi? Xo'p, Hayotjon, endi eng past ballga kelyapmiz. Hayotjon. Xo'p. Hayotjon. Stressli holatlarda o'zingiz tiklab olishingiz qiyin beribsiz. Sizniki ham ba'zan ekan, ba'zan juda ko'p ekan. Xo'p. Ishdagi ta'sir, stress chiqib ketish qiyin ekan, ishdan tashqari holatda ham chiqib ketish qiyin ekan. Siz ham ishdan keyin qanaqadir mashg'ulot topishingiz kerak ekanda. Ishdagi muammolarni unutadigan. Xo'p, bu o'rgangan narsamiz nimani anglatadi? Ko'proq biz stress holatda qanday instrumentlarimiz bor va instrumentlarni ishlatish uchun qanchalik foydalanishimiz kerak. Ya'ni ish jarayonida. Hamma o'zinikini hozir aytdi. Bittasi musiqada, bittasi kinoda, bittasi unda, masalan men. Albatta mana shu narsani endi nima qilish kerak? Tashkillash kerak ishda. Gigant kompaniyalar mana shu narsani ustida test qilib o'rgandan keyin, ishlab o'rgandan keyin xodimlarda o'sha stressdan chiqib ketadigan hamma sharoitda yoki hamma muhitga nima qiladi? Sharoit yaratib beradigan kompaniyaga aylantirib olgan. Ya'ni kimdir musiqa eshitadi, kimdir shu musiqa eshitgan stressdan chiqadi, bo'ldi, ruxsat. Individualni sen musiqa eshitishingga. Bor, chiqib musiqa eshitib kelgin. 5 minut senga musiqiy tanaffus. Misol. Chunki shundan u anaqa bo'layaptimi? Nima deydi? Stressdan qutulyaptimi? Demak, unga player olib berish kerak. Bor musiqa eshitib deb yoki o'rta-o'rtada shunaqa. Bu bitta misol xolos. Endi musiqa bilan stress yengish qiyin masaladir. Xuddi shunaqa misol. Misol uchun qanaqadir sport mashg'ulotidir yoki qanaqadir kursatuvdir yoki hokazo. Mana shu narsani aniqlab olish edi. Ya'ni ish jarayonida qanday qilib stressdan chiqib ketish mumkin xodimlar. Xo'p. Endi yana salbiy mijozni yurakka yoqa olmaslik. Salbiy mijoz muammosi o'zida, sizda emas. Ya'ni u o'zidan xafa va o'zini hayotidan norozi. U sizdan norozi emas. Bitta mijoz kelyapti, o'sha stressli holatda jahli chiqyapti, qanaqadir sizga bosim o'tkazyapti. Lekin sizda shunaqangi tushuncha bo'lishi kerak. Uni hayotida muammo bor. U menga nisbatan aytgani yo'q. U hayot bilan nima qilib yuribdi? Kelisholmay yuribdi. Demak, shu narsani o'ylash kerak ekan. Stressli odam keldimi, u menga qilyapti u stressini emas. Bu hayotida o'zi shunaqangi holatda deb tushunish kerak ekan. Demak, u charchagan deb bilish kerak ekan, va hayotidan norozi deb bilish kerak ekan. U sizdan norozi bo'lgani yo'q. Ming zo'r xizmat ko'rsatyapsiz, lekin baribir u jahldan tushmayapti. Bitta o'zingizga olmaslik kerak. Men shuncha narsa qildim va bilmayapti demas. U hayotidan norozi odam ekan. Siz o'zingiz vazifangizni bajarib qo'yapsizmi? Bo'ldi, xursand bo'lavering. Xursand bo'lavering. Hop, demak, uni hayotidan norozi bo'lishi sizni hech qachon sizga ta'sir qilmasligi. Hop, endi mahsulot sotilmayapti deylik.
harakat qilyapsiz, terlayapsiz, pishyapsiz, hamma usulni qo'llayapsiz, lekin sotilmayapti. Kayfiyatingiz tushishi aniqdir. Lekin bundan ham chiqib ketish yo'li bor ekan. Nima qilish kerak ekan? O'sha sotuvni ichidagi qaysidir pozitsiyani siz nima qilishingiz kerak ekan? Yutuq sifatida olishingiz kerak ekan. Sotilmasam ham, lekin bunaqangi fikrni bera oldim yoki maslahat bera oldim. Sotilmagan taqdiringizda ham u odam kayfiyatini ko'tara oldim. U odamga o'zimni tanishtira oldim. U odamga kompaniyani tanishtira oldim. U odamga suv quyib, ko'nglini qara oldim. Yoki u odamni kuzatib qo'ya oldim. Kichkina, ya'ni o'sha 5 minutning ichidagi yoki o'sha savdo jarayonidagi kichkina qaysidir yutuqni siz nishonlang. Qila oldim-a va shu narsani qila oldim. Demak, sotish bu katta natija bo'lmasligi mumkin, ya'ni natija bo'lmasligi, lekin uning ichidagi siz uchun natija bo'lishi kerak. Ya'ni kichkina yutuqlarni nishonlash kerak. Haligi Nest One bilasizlar, Toshkentdagi qurilgan binoda sotuv bo'limida bunaqa turar ekan. Jiringlatadigan bo'ladi-ku. Qo'ng'iroq. O'sha birinchi Nest One qurilishida ofisda o'sha Murat Nazarov ofisga olib kirgan, kimdir o'sha blok qilish uchun. Qo'ng'iroqcha oldiga keldida, chordi. Jarang qilib chaldi. Ofis bir joyda turar ekan, maxsus qo'ng'iroqcha ekan. Maxsus. Keldida ham ofislar tushuntirdi, binoni tushuntirdi. Umuman hali fundamentdan qurilgani yo'q, lekin savdo ofisi bor edi. Bitta jinga nima qiladi, qo'ng'iroqchani chavoradi. Ham ofisdan chiqdida qarshi chaldi. Nima qildi? Nima bo'layapti? Nima bilan qarshi chalishyapti deb savol berdi. Bu yutuqlarni nishonlaydigan bizlar naqamiz deyapti. Haligi signalimiz deyapti. Biz yutuqlarni shuni nishonlaymiz deyapti. Kimdir yutuqqa erishsa, shuni chiqarganda chalar ekan. Keyin hamma chiqarganda qarshi bilan uni maqtar ekan. Nishonlar ekan. Qani kichkina yutuqni ham kayfiyatga aylantiradigan darajada qani atmosfera unaqa borda, haligi tizim bor. Muhit bor. Agar sotuv bo'lsa ham, hatto misol uchun kimdir uyda sotilsa, ofis sotilsa, va chiqarganda qo'ng'iroqchani chalarga hamma uni tasdiqdan qarshi bilan nima qilar ekan, qo'llab-quvvatlaydi. Xuddi o'shanda nima qilish kerak ekan? Shu savdo jarayonlarida sotilmagan mablag' taqdiringizda, ya'ni sotish bu eng katta xursandchilik. Nega sotilmagan sizni kayfiyatingizni tushiradigan joyda ham siz o'zingizni nima qilish uchun, taqdirlash uchun sabab topish kerak ekan. Taqdirlash uchun sabab topish kerak. Shunaqangi qo'ng'iroqchaga o'xshagan qanaqadir bunaqani yaratib olishingiz kerak o'zingizda-da, yoki shu jamoatda. Xo'p. Mijozni rad qilgani, sizni rad qilgani emas, mahsulotni rad qilgani. Просто u sizda aks etadi xolos, yoki sizga nisbatan aytiladi xolos. Mahsulotga aytilmaydi-ku. Sen bo'lmagan mahsulot ekan deyilmaydi-ku. Shu narsani sizga aytadi. Bo'lmagan mahsulot sotyapsizlar deb sizga aytadi. Lekin u sizga aytilgan gap emas ekan. U mahsulotga aytilgan gap ekan. Bu mabtu вообще sharoitli deyapti, u sizga aytilgani yo'q. U o'sha narsaga aytilyapti. Просто siz eshituvchisiz xolos, jonli bo'lgansiz. O'ziga aytganda bo'lmas, iloji yo'q o'ziga aytish. Demak, xuddi shuni qabul qilish kerak ekan. Xo'p, endi stressga berilyapsiz baribir ham. Shuncha texnikani ishlaysizlar. Uning uchun nima qilish kerak desa, endi yozar ekansiz. O'sha vaziyatda stressdan boshingizdan o'tkazib turgan narsangizni yozar ekansiz. O'shanda ham chiqib ketmas. Ha? Yozar ekansizda, uni tahlil qilishga o'tar ekansiz endi. Siz stressizni qo'ya olmay turganmiz. Va tahlil qilganingizdan keyin, ustida fikrlaganingizdan keyin miyangizdagi o'sha narsa bosim tushar ekan, stress tushar ekan. Yozib, tahlil qilib, sal fikrlaganingizdan keyin o'sha stress bo'shar ekan. Uni tahlil qilmasangiz, u stress turar ekan sizda. O'shaning uchun har bitta stressni tahlil qilish kerak ekan, miyadan chiqib ketish uchun. Hop. Oxirgi maslahat ham shu edi. Va har doim
stressni boshqarishda strategik holatlar tuzatish kerak ekan. Stress bo'lmasligi uchun men vazifamni bajaryapman, harakat qilyapman, bo'ldi. Mana shu. Men bajara olmayapman, men qila olmayapman shekilli degan so'z emas. Men vazifamni bajaryapman, bo'ldi. Qo'limdan maksimal darajada imkoniyatdan foydalanyapman. Demak, shu bilan siz o'zingizni nima qilishingiz kerak ekan? Rag'batlantirib, o'zingizni himoya qilishingiz kerak. Kimdir sizni stressga tushirmoqchi bo'lsa, yo'q, men vazifamni qilyapman. Maksimal darajada yondashyapman, bo'ldi. Siz hech kim stressga tushira olmasin. Siz o'zingizni rag'batlantirish pozitsiyangizni topib olishingiz kerak ekan shu jarayonda. Vazifamni qildim, bo'ldi. Sotilmay turgani, u bilmayman, u lekin vazifamni qildim. O'zingizni rag'batlantirgan nima har doim sizda fishkangiz bo'lishi kerak ekan. Xo'p, ya'ni qila olyapman degan narsa. Xo'p. Stress uchun mana shu maslahatlarni kim endi mana shu hozirgi o'tilgan mavzudan kim qanaqangi qiymat oldi, nimalar esda qoldi va nimalar esda qolmadi. Takrorlab olishim kerak. Aytsangiz takrorlab olaman. Kim qanaqa qiymat oldi, nimaga erishdingiz shu dars ichidan? Birorta narsa sizga yechim bo'la oldimi yoki yechim bo'la olish uchun variant bo'la oladimi? A, B, C, D variantlar paydo bo'ldimi? Kimda qanaqangi bo'lsa fikrlarini bersalaring. Siz shu payt o'zingizga olib yurardingiz. Menga emas, u mahsulotga gapiryapsiz. Mahsulotga bo'lmasa ham muammo o'zida, hayotidan norozi. Sizdan emas. Chunki sizni birinchi marta ko'rib turibdi. Qanday sizdan norozi bo'lasiz? Siz tanimasa, misol. U hayotidan norozi inson. Yaxshi, rahmat. Yana qaysi? Tutib chiqaring nafas olib. Shu. Zo'r tavsiya. Raz toliqdingizmi, stress berilyapsizmi? Raz o'rningizga odamni qo'ying-da yoki hozir deb turib, 10 sekund, 10 soniya. Yaxshi. Ya'ni oqibatini yaxshilik bilan tugash uchun bu shunday vaziyat juda ham yaxshi. Sukut. Jimlik. Yaxshi yashamoqni kim yurdi? Bo'ppa to'g'ri. Menda nima bor edi? Ushbu mijozlarni ishlash bo'yicha yaxshi. Marhamat. Bemalol. Mayli, qo'ldan kelgancha endi kamchilikni anaqa anaqa qilmaysiz. Xo'p. Xo'p, yana kimda qanaqa bo'ldi? Sizda o'tkirmi? Nimalar oldingiz? Oldindan. Tayyorlanish. Oldindan tayyorlan. Tasavvur qiling, do'stingiz bir shapalaq qo'yib yubordi sizga. Shunda oldindan shu ssenariy sizda bo'lsa, agar shunga bardosh yetadigan bo'lsangiz, o'sha holatda siz nima salbiy yakun qilmaysiz-da. To'satdan bir shapalaq tushsa, odam o'zini nima qila olmaydi baribir. Garantiya bera olmaydi. To'g'rimi? Eng yomon holatga siz tayyor bo'lishingiz kerak. Kimdir sizga o'sha nohaqlik qildi, adolatsizlik qildi. Shu narsaga tayyormisiz yo tayyorlanyapsizmi? Yaxshi niyatda, u niyat kelish uchun emas, prosta trenorovka uchun. G'olib bo'lish uchun. Hayotda g'olib bo'lish uchun xolos. U niyatda emas. Shu holat keladi boshimga, shunga tayyor bo'lishim kerak emas. Prosta kuchli bo'lish uchun. Bo'ldi shu. Kuchli bo'lish uchun. Misol uchun shaxmatda qancha matritsangiz kuchli bo'lsa, shuncha yutasiz. Xuddi shunaqa, sizda ham matritsa kuchli bo'lishi kerak. Toshlaringiz ko'p bo'lishi kerak. Ko'taradigan toshlaringiz ko'p bo'lishi kerak-da. To'satdan yuk tushib qolsa, o'sha yukni ko'tara oladigan sizda o'sha nima bo'lishi kerak?
quvvat bo'lishi kerak. Ha. Ha. Ustoz bilgan odam. Ha. 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 Maslahatlashib. Aha. Ha. 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 Yaxshi. Shu narsa oldingiz, yaxshi. Sizchi nimalar oldingiz? Nimalar o'rgandingiz? Hop. Ha, oldindan ssenariyni har kuni ssenariy izlashingiz kerak-da. Misol uchun sizni sherigingiz savdo qilyapti. Bilyapsiz, vaziyat yomon. Bo'ldi, siz uchun bitta ssenariy o'sha. Endi ssenariy topish qiyin emas. Atrofga qarasangiz, nigoh bilan, ong bilan qarasangiz, ha, ssenariy to'lib yotibdi. Chattingizda ham hozir 5-6 ta ssenariy chiqadi. Kerak bo'lsa-da. Demak, ssenariylarni aniqlaysiz ekan va ssenariylarga munosib javobni nima qilish, mashq qilib turish kerak ekan. Xo'p, kulishdi ham, har qanday holatda ham sizni xafa qiladigan gap gapirsa ham, sizni haqorat qiladigan, sizni ranjitadigan gap gapirsa ham kulib turish kerak. Xuddi aktyorga o'xshab. Aktyorlar shunaqa-ku. Har qanday holatda kulib turish kerak-da ular. Xo'p. Ismoil aka, siz nima oldingiz? Men savollarda shaxsga nisbatan berilgan masofa qilgan holatda belgilagan. Aha. Ya to'g'ri. O'zgardi. Masalan, asabiylar o'zimdan kelib chiqqan holatda berilgan. Bunaqa javobi. Shu paytgacha men o'ylamagan ekanman-da. Shu narsa o'zi kamdan-kam bo'ladi. Mahsulotning o'rtacha narsa ekansa, nashiz keladi. O'ziga olishi mumkin. Javobi. Ko'pdan hisoblashgan ekan, shu narsa. U ma'qul bo'lsa, nashiz beixtiyor nashiz o'tadi. Shu narsa bor. Shaxsiylashtirish. Misol uchun biznes o'zingizniki bo'lganda ham shaxsiylashtirmasligingiz kerak-da. Shu joyga yetib olganman. Hozirgi kunda agar shunaqa muammo bo'ladigan bo'lsa, e'tibor berilmay qo'yilgan. Chunki sabab bu balki boshqa ko'rganingizdir. Bu narsa bashqa nimada turaveradi. Keyin har bir klientga taqdim qilamiz. Qanaqa holatda bo'lsa ham o'zimiz bosishga harakat qilamiz. Chiqib ketgan klientlardan savdo qilinganlarni 10 ta ishchi 8 ta keladi. Вообще daxli yo'q odam bo'lishi mumkin. 8 ta keladi. Qaytib kelishi yoqadi menga ko'proq. Sababi yana ham erkinroq muomala qiladi. O'sha keldi-yu. Yaxshi. Yaxshi. Aziz aka, siz ayni qizigan paytda bo'lmadingiz-da. O'sha bo'lgan vaqtingizda nimalar ola oldingiz bu hozirgi mashg'ulotimizdan? Nima qiymat ola oldingizmi? Va fikrlaringiz bo'lsa bo'lishsiz. Fikrlar yo'q. iPhone tualetdan. Tushunmagan narsalar tushunyapti. Xo'p, nima tavsiya qilasiz? Hammadan tavsiya so'rayapmiz. Ishdagi stress va 2-3 kunlab stressdan chiqib ketish uchun qanday formula bor sizda? Tavsiya bera olasizmi? Va foydalanib turgan formulangiz yoki ish bergan formulangiz, qaysi usullar qo'llasa 2-3 kunlik stressdan odam chiqib ketish oson bo'ladi. Siz qanday usullar qo'llaysiz shu holatda? Qattiq baqirilsa chiqib ketadimi? Sizda. Xo'p, baqirish imkoniyati bo'lmasa-chi? Bo'lmadi. Baqirish sharoiti bo'lmasa hatto yoki baqirish ishtirok bo'ladigan bo'lsa, skeletga ansam eski tarelkalardan 30 ta 40 ta olib kelib berish kerak, sindirish kerak baralar. Ichida baqirish bo'lgan. Ha, ichida, ana bo'lish. Hozir siz ham baqirish deganda ichida baqirishmi yo tashqarida ham? Vaziyatga qarab, holda o'zim. Ha. Ayiq bo'g'ish, o'g'irlashni. Ha, yaxshi. Tavsiya qilasizmi? Shu effekt beradimi? Yoshlarga endi bu individual effekt-da, to'g'ri. Xarakterdan kelib chiqadi. O'ziga yarasa ko'p olmaslik masalan. O'ziga ko'p olmaslik. Keyin o'ziga ko'p olsa, u kelgan bilan bo'ladi. To'ppa to'g'ri.
shaxsiylashtirmaslik kerak. Keyin o'zidan juda aqlli yasab olmashlik. Ana. Tugamaydi. Tugamaydi-da. Nima? Tugamaydi. Keyin haligi bilan borib, ancha yosh kattalar aytganda, misol, bu biznesda qanchalik qilganman bilmayman. Kulishni bilmagan odam savdogar bo'lmasin degan. Kulishda? Ha, kulish. To'padi. Savdogar bo'lmasin degan. Birinchi kontakt kulishda baribir. Birinchi kontakt kulish bo'lsa, keyin kontakt kirish. Hamma ham kulib turgan sotuvchini oldiga boradi-da. Ho'mrayib tursa, o't ketib boradi-da o'sha yerdan, to'g'rimi? Misol, men o'zim o'ylayman. Zo'r sotuvchi aktyor ham havas qilgan sotuvchi. Ana. Вообще professional aktyor. Haligi naqalarda qiziqchilarda aktyorni vash cho'qqisiga olib chiqadi-ku, qiziqchilar. Kelgan odamni endi birinchi o'rinda so'zga turgan odam. Birinchi o'rinda psixologik o'zi tirikka olib gaplashganda qana xarakterdagi bo'lishi kerak. Shu pozitsiyaga o'tib u pozitsiyaga qancha davrda chiqsa bo'ladi? Nimalar o'rganib chiqish kerak? Faqat tajribami endi buni asosi? Yoshlarga misol tajribasi bor, savdo qilishni. Shuni ko'rib turishni ham o'tkazadi. Kuzatuvchi. Kuzatib Birinchi dars kuzatuvchilik. O'zi qiziqib bo'sh o'tirmasdan o'rganish oson. Yaxshi. Xo'p. Yana. O'zini ustidan misol boshlab berdim, misol. Bu sotuvchi bo'lmagan joyda trend kelganda misol men birinchi o'zida nima bo'lish kerak? Muhabbatga o'xshagan. Shu odamga men narsa sotaraman degan ishonchda. Shunday narsa ham qilish kerak. Haligi sotuvni o'tkazapat tashkillardiku. Unaqa emas. Kimdir uydan olib kelib nimadir sotib olish kerak-da, misol. Realni, misol uchun. Nimadir to'p turib, bir-biriga sotsa ham, bu ham zo'r trenirovka-da. Telefon sotadimi, marka sotadimi, suv sotadimi, bir-biriga nimadir sotib, o'stirib turish kerak. Bir-birini demoqchiman-da. Haligi uyushtirilgan bo'lsa, bu albatta aniq natija bo'lmaydi. O'shaning uchun nimadir sotib tursa, odamlar bir-biriga hattandir nimadir olib. Keyingi safar masalan olib kelinsin. Nimadir. Tanishga xizmatroq sotsa, tanisha bilib qolib qaytarib olsa, ishlarda bo'lgan foydani to'lasa, bunda singan bo'ladi, keyingi klientga undan ham kuchliroq tayyorlanadi. U qaytib kelishi mumkinmi? Misol klient bilmashi mumkin. Hop. Tanishi bilib qolgan. Boshqa klient shuni tajriba bo'ladi, sabab bilib qolgan. Boshqa yo'nalishni savdo qiladi, ustida ishlaydi, nimaga foydasini qaytarib bo'lganda. Biznesga ziyon qilganlar. Bag'oga borgan bo'lsa, nima olib qo'yadi? Bag'oqlarni aytmaydi. Bu yaratishlar o'ziga bog'liq-da, ishiga bog'liq. Sizlarda misol bu 5 yil dars o'qigandan o'ziga olmagan bola umuman olmaydi. To'g'ri. Qiziqishiga bog'liq. O'zini ustida o'sha tajribasi borlar savdo qilganda aktivlarni nima gapiryapti, o'shani tushunib olish kerak. Hech kim boshqa gaplarga kerak emas. Hatto qisqacha roli bo'ladi. Savdo yo'nalishida klientning savoliga qanday javob beradi. Demak, savdo malakasini oshirish uchun faqatgina vaqtni qo'yib olmaslik kerak, tajriba qilib. Haligi aytgan gapim, hamma bir-biriga nimadir sotish kerak, olib kelibda, o'stirish uchun. Hali odam nimadir xarid qilganda ham sotishni o'rganadi-da. Yo'q, mana shu odam menga sotib yubordi-mi deysiz-da, o'shaning texnikasini keyin o'zingiz ishlatasiz. Hamma bir-biriga o'zini qayerdandir shaxsiy qanaqadir buyum olib kelib turib yoki o'zimdan qayerdan bo'lsa olib turib bir-biriga sotib tursa, o'sha holatda arzimagan narsa bo'lsa ham opti oshib turadi. Ya'ni shu kombinatsiyani ko'paytirish kerak. Bir-biriga sotish kombinatsiyasini, realni sotishda. Kimga nima kerak desa, kimdir bilib qoldi, nimadir kerakligini sekin olib keladi-da, sotishga harakat qiladi.
u olmaslikka harakat qiladi, u sotishga harakat qiladi. Bir kun sotib olsa, keyin kelasi ham dars bo'ladida kelasiga. Shu kombinatsiyani qilib turish kerak. Tajriba yana ham tezroq oshib turadi-da. Sotuvchilar ichida bir-biri bilan sotishib turish kerak-da. Tajribasini yana ham kuchaytirish. Ko'taradi-da ular. Oldingi narsani beryapti, qo'polga. Xo'p, bo'lsam Jahongir aka, marhamat, tavsiyalaringizni hamma jamoadan. Siz bezovtasiz, ishingiz bormi? G'alati o'tiribsiz-da, yaxshimi hammasi? Zarur ishingiz bo'lsa ketaverasiz. Hammasi. Toliqqan bo'lsalaring, ruxsat berishyapti, hamma. Groov etib. Ukam miyalari ancha bo'sh, to'ldirish kerak ukamni. Ukam hozir nimadalarda, uylanish jarayonlaridalar. O'shan bilan to'la sizga. Baribir uylanasiz, xavotir olmang. Qaqa ham borardik, uylanasiz baribir. Uylaymiz sizni. Ayxon, mencha xursandsiz haqiqatda. Xo'p, yigitlar, sotuvda men endi yozib kelganman o'zimga qulay bo'lsin deb. Ya'ni o'qib beryapti, bu degan narsa emas. Xo'p, sotuvda ruhiy bardoshlik, sotuv jarayonida mijozlar bor, hali qattiq mijozlar, o'sha hozir bitta ko'rib chiqamiz. O'shanga bardoshlik, yechim berish, aniq anaqalar bilan. Real case'lar. Real case'lar bilan. Endi kamchilik naqalar bo'lsa to'g'ri tushunasizlar. Birinchi marta sahnaga chiqib bo'g'ilyapmiz. Xo'p, og'ir mijozlar turlari. Xo'p, salbiy mijozlar. Endi salbiy bo'lganda hozir salbiy mijozlar. Birinchisi, har doim norozilik bildiradigan mijozlar. Har doim hamma narsadan norozilik bildiradi. Norozilik bildiradiganlar. Mijoz. Norozi mijoz. Xo'p, buni xulq-atvori hamma narsadan noliydi. Hamma narsadan noliydi. Xizmatdan, mahsulot turidan, ayb-oqtari u qilib, bu qilib noliydi faqat. Boshqalar kayfiyatiga nima qiladi? Sotuvchini kayfiyatiga qattiq ta'sir qiladi, noligini hisobiga. Xo'p, buni sotuvchi jiddiy qabul qilmash kerak. Jiddiy qabul qilmash kerak gapini, hozir akam aytganlaridek, shaxsiy qabul qilmasdan sizniki ma'qul degan yo'nalishni qilish kerak, e'tibor bermash kerak. Keyin gapiryap turganda gapini bo'lmash kerak uni. Gapini bo'lmasdan eshitish kerak. Eshitib turib, o'shanga qarab yechim berish kerak. Aniq, hop, e'tibor bilan tinglash, sizni tushunaman, gapingiz muhim, sizning fikringiz muhim degan narsani gapirish kerak bu mijozga. Faktlar bilan, hop, bu naqaga norozilik bildiradigan xizmatdan, doimiy mahsulotlardan faktlari bu mahsulotni konkretni nimasini ko'rsatish kerak, kafolatini, mahsulotni, xizmat yoki kafolatini ko'rsatish kerak. Muammo chiqsa hal qilib beramiz deb turib jiddiy yondashish kerak. Kafolat ko'tarish. Shaxsiy emas, o'sha professionalni ish bo'yicha yondashish kerak. Siz hali gapingiz aytdingiz, hali mahsulotga, mahsulotdan kelib chiqib turib gapirib kerak. Shaxsiy o'zingizga olib turib nima qilmash kerak. Keyingisi. Hop, ishonchsiz, gumon qiluvchi mijoz, ishonchsiz. Gumondor. Zo'r mahsulotda ham baribir shubha qilib turaveradi. Siz mijoz. Shubha. Shubha masalan.
o'zi hamma shubha qiladi. Hop. Buni bu mijozni xulq atvori, hop, hamma narsani so'roq qiladi, shubhali qaraydi hamma narsaga. Hop, sizlar aldamayapsizlarmi deb gumon qilaveradi. Hop, shunaqada ohangda so'zlashadi sizlar bilan. Hali yolg'on gapirmayapsizlarmi, aldamayapsizlarmi deb shubha bilan qaraveradi. Hop. Bunga ochiq muloqotda gapirish kerak, ochiqchasiga aytish kerak. Shubha qilganda, hali siz ham mujmallashib yo jichcha o'ylanib u boqsiz, shubhasi battarlashadi. Bu hali mijoz bilan, hali shubha qiladigan mijoz bilan gaplashsangiz, ochiqchasiga, tas-tassiz borini gapirish kerak. Hop, mahsulot sertifikatini aniq narsalar ko'rsatish kerak. Shubha qilyapti turgan odamga mahsulot sertifikatini, hop, kafolatini, keyin mijozlarning fikrini, keyingi mijozlar, undan oldin olib ketgan mijozlar fikrini konkret gapirish kerak. Sizdan oldingi mijoz buni narsani olib ketdi. Konkret mana qilingan anaqalari bor, hali nimalari bor, faktlarni konkret keltirish kerak ularga. Shubha qilmash kerak. Umuman, hozir u shubhalanyapti turgan mijoz sizdan konkret narsa eshitmasa, u olmaydi mahsulotni. O'zi shubha qilyapti, siz aldamayapsizmi? Yoki meni chuv tushirmaysizmi u bu degan kelib turgan mijozga konkret kafolati bilan qancha turadi, nimalarga hali xos narsa, qayerga ishlaydi degan narsalar konkret olib chiqish kerak. Hali shubha bilan umuman qaramaysiz, o'ylanib qolsangiz, bo'ldi, u sizga nisbatan anaqasi cho'kadi. Hali qaror qabul qilmaydi. O'zi bu o'ylanyapti, o'zi konkret garantiya bermayapti degan narsalar bo'ladi. Xo'p. Sizning savolingiz o'rinli, ko'p mijozlarimiz ham shunday savol beradi. Hali shubhali qilib gapirsa, bu hali chota yaxshiga o'xshamayapti, u bu deb tursa, shuna deb turib, unga vaqt bering, bosim o'tkazdirmaylik unga. Faqat bosim o'tkazdirmaysiz. Bosim o'tkazdirsangiz yana ham shubhalanaveradi. Shubhali mijoz. Bosim o'tkazdirilmaydi unga. Hali konkret faktlar bilan tas-tas gapirib, kafolatini, hali qanchaga yetishini, kimlar ishlatganini, undan oldin qanaqangi mahsulot chiqqanini, o'shalarni konkret tas-tas o'rtaga tashlash kerak shubhali mijozga. O'rtaga tashlab turib, vaqt berish kerak. Keyin o'zi bitta fikrlab turib, siz gapingizni inobatga olib turib, keyin qaror qabul qilishi osonroq bo'ladi. Xo'p, eng anaqasi betinim savol beradigan mijozlar ham juda ko'p. Tinmay savol beradi. Ha. Uchinchisi. Sindiradigan sizlar. Betinim savol beruvchi. Ekspert endi bilan sotib xaridorlar. Staji ko'pda. Uni muammosi vaqtingizni oladi, sizni charchatadi. Betinim savol beradi, hali qat'iy anaqalar gapiradi, degan holatga olib boradi. Ha, sizni charchatadi. Xullas, u charchatib, ezadi. Vaqtingizni oladi, ko'p vaqtingizni oladi. Tinmay savol beradi, u deydi, bu deydi, aloqasi yo'q narsalardan gapiraveradi. Hop, u mijozga savollarni tartib bilan, ketma-ket bilan berish kerak. Hali chalkashtirib yuboraveradi-da, ular hali savol beradi, yo'q narsalar gapirib o'qilaverasiz. Konkret gaplashish kerak u bilan, hali chalg'itmasdan, u o'qimasdan. Mavzularingizni buzib tashlaveradi. Lekin siz o'zingiz ssenariyingizdan chiqmaydi. Ha, o'sha konkret o'sha bitta anaqada, hali arqama-ketin tiniq-tiniq savollar beraverasiz. U chalama-chak savolga tutsa ham, lekin siz o'zingiz yo'qotib qo'ymaysiz. Ha, o'sha mahsulotni u deyapti, bu deyapti, konkretni yo'riqnomasini ko'rsatish kerak.